3-chi operator sizga murojaat kelib tushdi. 4-chi operator sizga ham murojaat kelib tushdi. Chunki sen bilan onsanda, shundaymi? А сейчас у нас игра, которая называется «Угадай музыкальный инструмент». Послушав этот инструмент, вы должны ugadать naзвание. Menga ishonch bildirardim va yomon o'yinlarimga qaramasdan meni asosiy tarkibda tushirishda davom etardim. Keyinchalik mening faoliyatimni eng yaxshi damlari boshlandi. Kiring. Janob. Это ты все искажаешь. Ты хочешь все стереть, все перечеркнуть. Но я все помню. Я ничего не забыл. Achchiq bo'ladi. Yoshlantiradi ko'zlarni. Yigit bo'lsangiz agar, ayblayvermang qizlarni. Termulgancha ko'zguga kutar umid yulduzim. Aziz tomoshabinlar, biz yo'lga chiqdik. İlk ko'rsatuvimizni bosh qahramonini izlaymiz sizlar bilan birgalikda. Qani ko'ramiz? Ayollarimiz yurtimizni qaysi chekkasida ishlashyapti? Зарегистрировано у 263 пациентов. Все пациенты в последнее время выявляемые, они обнаружены следы тех, кто был в контакте с больными коронавирусными инфекциями, а также из числа тех, кто приехал из эпидемически неблагополучных регионов. Eng ko'p tarqalgan dinlar buddizm va konfutsiylik dini hisoblanadi. Nisbatan qisqa tarixiy davr ichida Singapur jahondagi texnologik va iqtisodiy jihatdan peshqadam davlatlardan biriga aylanib bormoqda. Yovvoyi qulupnayni misol tariqasida keltirishimiz mumkin. Qani siz o'quvchilar menga aytingchi, yana o'simlikning qay bir qismi xuddi barglar singari joylashar edi? Barakalla. Gullar olib kelgan kim? Kim? Serenadalar aytgan kim? Kim? Shuncha sovg'a qilgan kim? Siz? Yoki siz? Yana to'p chiqarib yuborildi va yana koreyaliklar uni maydonga qaytarishadi. Said Dixiya. Harakatchan, musiqa madaniyatimizni yaxshi tushungan, sozanda va xonandalar bilan juda yaqin muloqotda bo'lgan odam Yunus Rajabiyga topshirilgan ekan. Nivellash turlarini aytib bering, yoki bo'lmasa nivellarni tekshirishda nimalarga e'tibor berish kerak? Bo'ylama profillar qanday chiziladi? Loyihaviy balandliklar qanday topiladi? Xitlis ko'chlik. Kechirasiz. Shularni farzandimanu men ham, shularni oilasidanmanu. Hammamiz bir oilamiz deb bergan. Biz ko'p narsani o'rganib bu sinovdan o'tamiz. Mustahkam bo'lib o'tamiz. Qudratli bo'lib mana shu bu sinovdan o'tib olishga men ishonchim komil. Qudratli bo'lamiz. Bu sinovlar vaqtincha, albatta Xudo xolasa o'tib ketadi. Jipsligimiz bilan, birdamligimiz bilan, Xorazmda, Qoraqalpog'istonda aytganlar og'zi birchiligimiz bilan, yaxshi gap bilan bitta narsaga ishontirish kerak. Hamma narsa o'zimizga bog'liq. Butun xalqimiz bugun rahbarlar o'rnak ekanligini qarab turibdi. Butun xalqimiz rahbarlar yo'l ko'rsatadi deb qarab turibdi.
Ana shunday ekan biz bugun mana shu oliyjanob bag'rikeng mehnatkash xalqimizga ta'zim qilib to'g'ri yo'l ko'rsatishga hammamiz javobgarmiz. Yuzaga kelgan vaziyatni to'g'ri tushunib, bizni faol qo'llab-quvvatlayotgan xalqimizga, aziz yurtdoshlarimizga rahmat aytmoqchiman. Yaratganni o'zi xalqimizni va butun insoniyatni bu ofatdan tezroq ozod qilsin. Barchamizni o'z panohida asrasin.